Qahramon tumani Hojota mahallida navbatdagi xonadonimiz keldik. Bu xonadonimizda 2,5 sotu 5 ta xona, 3 ta sanuzor. Ko'rishingiz mumkin, mana ko'chalar keng, asfalt qilingan. Shunaqa tupikda joylashgan. Ikkala xonadonimiz ham sotuvda. Bu xonadonimizga 118 ming so'm olyapti. Pul zarli bo'lgani uchun ko'ringlar, pulga arziydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Darvoza avtomat tarzda ochilib yopiladigan. Bu yerda mana bitta mashina bemalol sig'adi. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qilingan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, zona qilib, arshar qilib ekilgan. Bu uyimizga tepadan ham kirsa bo'ladi, pastdan ham tushsa bo'ladi. Bu yerga ham stol qo'yib, xohlasangiz tapchan qo'yib o'tirsa bo'ladi. Kuruşumuz. Burada bize de sanuzul. Spalni. Burada mana ko'rishingiz mumkin. Kachaning, burada sanuzor. Buradan ko'chaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Bu yerdan boshlasak, bu yerda bizda oshxona. Oshxonadan kattagina. Mana 5 ta listrali ilishgan. Burada sanuzor. Spalni. Ahmet berayotgan bo'lsanglar. Stresiga gapim. Bizda zal. Zalimizdan kattagina stol qo'yib, ancha-muncha odam sig'adi.